Hammaga salom, kanalimga xush kelibsiz. Videoni nomidan ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, albatta bugungi videoda biz imенно forex kuxnyalar haqida gaplashamiz. Buning qanday turlari bor va imенно trading uchun, imенно traderga kelajak uchun qanchalik ta'sir qilishi mumkinligi haqida bugun gaplashib o'tamiz. Nega bu videoni qo'yamiz? Sababi juda ko'pchilik haligacha bu forex kuxnya nimaligini yaxshi bilmaydi yoki tushunmaydi va qanday qilib savdosiga, uning tradingdagi faoliyatiga ta'sir qilishi haqida haligacha ahamiyat bermaydi. Keling birgalikda mana shu narsani bugun noldan albatta 100% ko'rishning iloji yo'q. Sababi juda ko'p aldovlar ichiga qo'yilgan sxema bu. Lekin iloji boricha tushunarli tarzda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ko'rishimiz mumkin forex kuxnya Wikipediyaga izlanish olib borsak, ko'rishimiz mumkin. Albatta bu основной nimani sizga anglatadi. Ya'ni sizning сделканgiz broker tomonidan, ya'ni встречный order broker bo'ladi. Ya'ni sizning qarama-qarshi tomoningiz albatta bu forex broker bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Sizning сделканgiz hech qachon real bozorga chiqmaydi va albatta bu yerda siz va brokerni qiziqishingiz bir-biri bilan to'g'ri kelmaydi. Nega? Sababi u ham pul ishlashni xohlaydi, siz ham pul ishlashni xohlaysiz. Albatta bu yerda qandaydir konflikt interes deydimi? Mana shu narsa yuz beradi. Keling oddiy qilib aytganda tushuntirishga harakat qilaman. Juda ko'pchilik bu sxemada videolar qilishga harakat, ma'lumot berishga harakat qildi, lekin to'liq ma'lumot haligacha berilmadi. Shuning uchun mana shu videoni yozishga qaror qildim. Imенно qanday qilib вообще-то bu sxema ishlaydi. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rishimiz mumkin A-book, B-book deydi. Albatta bu narsa, bu A-book, B-book deb traderlar tomonidan aytilgan narsa. Ya'ni qaysi trader A-bookda bo'ladi, B-bookda deydi. Вообще-то основной bu serverlar orqali bo'ladi. Keyin rasmni albatta buni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rishimiz mumkin ana shu sxema, ya'ni trader сделка qiladi terminaldan. Bu forex brokerga yetib boradi. Ya'ni forex brokerni serverda bu bir nechta etapdan o'tadi, ya'ni tekshiruvdan. Nega? Sababi siz akkauntingizda qancha pul bor, siz jo'natgan сделка nechta объемda va u akkauntingizdagi balansga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? To'g'ri kelsa, albatta sizda qandaydir ограничение bormi, ya'ni qo'yilgan to'siq yo'q bo'lsa, поставщик likvidностьga qarab yo'naltiradi. Ya'ni forexda поставщик likvidность deyiladi. Shu narsani tushunishga. Real bozorda, masalan, futuresning bozorida u прямой уже birjaga chiqib ketadi, amerikanskiy fond bozoriga. SME bo'lsin, xoh Nasdaq bo'lsin, xoh Comex, Nymex bo'lsin, mana shunday. Forex brokerda esa ko'rishimiz mumkin, forex kuxnyada oddiy qilib aytgan, ya'ni B-book deganimizda, ya'ni trader сделка qiladi terminaldan va ikkinchi tomon forex broker bo'lmaydi. Ya'ni mana bunga o'xshab поставщик likvidность bo'lmaydi, ya'ni bank bo'lmaydi ikkinchi tomon. Va albatta bu yerda siz pul ishlasangiz, mana bu brokerni shotidan ishlagan bo'lasiz. Albatta pul yo'qotsangiz, broker sizdan shotingizdan yo'qotgan bo'ladi. Albatta bu yerda juda ko'p ertaklar bor, ya'ni broker komissiyadan pul ishlaydi, spreaddan pul ishlaydi. Bu haqiqiy ertak. Nimaga? Qarab ko'ring. Masalan, siz savdo qilayotgan broker sizdan komissiya oladi, ya'ni spread. O'rtacha hisoblaylik. Bitta сделкangizdan $5 oldi. Savol, siz bitta сделка qildingizda $100 pul ishladingiz. Demak, ana shu $100 ni sizdan broker ishlash uchun nechta masalan сделка siz qilishingiz kerak? Albatta mantiqqa to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Ya'ni u $5 dan pul yog'ida siz bitta pul ishlaganda $1000-2000 ishlaysiz va bu albatta ertakka o'xshab qoladi. Mana shunaqa. Keyin mana bunda endi to'liqroq ko'rsatilgan, masalan, keling ko'ramiz. Ya'ni haqiqiy birjada qanday savdo bo'ladi, oddiy qilib aytganda. Mana bu traderlar ko'rishimiz mumkin, maxsus serverga ulangan bo'ladi. Ya'ni siz kotirovka olib turasiz real bozordan, grafik qayerda, qanday bo'lyapti, savdo qilyapti, ishtirokchilar qanaqa сделка va ko'rishimiz mumkin, bizning сделкаlarimiz maxsus shluz va serverlardan o'tib boradi. Ya'ni как положено tekshiriladi, действительно.
broker sizga ishingizga yetib boradi. Ya'ni broker aytganimdek, именно bu sxemada ham, ya'ni broker как положено sizni akkauntingizni tekshiradi. Bu avtomatlangan, hammasi avtomatlashtirilgan. Ya'ni bir necha sekundlar ichida, millisekundlar ichida yuz beradi. Va albatta uni haqiqiy, ya'ni birjaga tushishdan oldin orderingiz, birjani o'zini ham shluzi bo'ladi, как положено tekshirish uchun. Sizni сделканgiz birjani qonun qoidalariga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Bu narsalar birjaning saytida как положено tushunarli yozib qo'yilgan. Buni o'rganish kerak, sababi juda katta foydasi tegadi trader uchun. Va albatta bu yerda hamma narsa to'g'ri bo'lsa, qandaydir ошибка bo'lmasa, sizni haqiqiy yadroga, ya'ni birjani haqiqiy zaifkalar ishtirokchilarini bir-biri bilan ulantiriladigan, ya'ni yadroga jo'natiladi va bu yerda сделка bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, ungacha bir nechta qismlardan o'tib boradi. Ya'ni ko'rinishdan oddiyga o'xshashi mumkin, lekin bu narsa juda oddiy emas. Va bu yerga ko'rishimiz mumkin, juda ko'p xoh u trader bo'ladi, ikkinchi tomon, ya'ni ikkinchi tomon любой inson bo'lishi mumkin. Qandaydir trader bo'lishi mumkin yoki qandaydir algoritmический fond bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir hedge fond yoki pensionniy fond va boshqalar bo'lishi mumkin. Bu yerda uje brokerni вообще-то qizig'i yo'q. Tushunyapsizmi? U o'z komissiyasini oladi, bo'ldi. Sizni real bozorga o'tkazib yuboradi. Uning maqsadi bu yerda qancha ko'p bo'lsa ham sizni ushlab qolish. Ya'ni qancha ko'p siz pul ishlasangiz, qancha balansingiz katta bo'lsa, qancha ko'p savdo qilsangiz, shuncha u ham pul ishlaydi. Tushunyapsizmi? Bu yerda uning qiziqishi sizni sliv qilishingiz emas, именно naboru siz pul ishlashingizni xohlaydi. Nega? Chunki qancha ko'p savdo qilsangiz, shuncha сделка qilasiz va именно ana shu komissiyadan uning pul topishi именно ana shu komissiya bo'ladi. Tushunyapsizmi? Haqiqiy sizni сделкалаringizni real bozorga chiqazadigan broker bo'lsa. Mana bunday sxemada uje unday bo'lmaydi. Ya'ni uning asosiy vazifasi sizni sliv qilishingiz bo'lib qoladi. Ya'ni faraz qiling, u ham siz ham bu biznesga pul ishlash uchun kirgansiz. Demak, siz pul ishlasangiz, u pul yo'qotadi. Siz pul yo'qotsangiz, u pul ishlaydi oddiy qilib aytganda. Ya'ni bu yerda как положено ko'rsatib o'tganimizdek, mana bu qiziqishlar, ya'ni mana bu qiziqish bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Oddiy qilib aytganda, forex kuxnya imенно mana shunday. Ya'ni как положено bekorga kuxnya deyilmaydi, sababi sizni сделкалаringiz real bozorga umuman aloqasi yo'q. Forex o'zasi bilsangiz savdoni CFD savdo deydi. Ko'pchilik eshitgan bu narsani, ya'ni CFD savdo deb ko'rishimiz mumkin. CFD savdolar Amerikada ban bo'lgan, ya'ni запрещено, ya'ni Amerika fuqarolari uchun CFD savdoda savdo qilish mumkin emas. Ya'ni mumkin emas oddiy qilib aytganda. Ya'ni nimaga ban bo'lgan? Именно mana bu anaqalar ko'pligi uchun. Mashinasi juda ko'p. Albatta bu yerda ham regulyatsiyalar bor, hattoki forex kuxnyalarida ham regulyatsiya bor. Keling bularni birgalikda sanab chiqamiz. Bularning eng past va eng oddiy regulyatsiya bu albatta Seychelskiy ostrova va mana bu Kipr. Ya'ni Kipr offshorniy shortlar deymiz, bilamiz, ko'pchilik eshitgan offshorniy shortlarga jo'natiladi. Kipr именно forex kuxnyalarida ham именно mana shu narsa bor. Ya'ni bu regulyatsiya nima beradi? Xohlagan narsasini beradi. Xohlagan ishini qilishi mumkin o'zini klientlari bilan, ya'ni forex kuxnyalar. Undan keyingi ikkinchida, ya'ni более-менее o'rinda turadigani bu avstraliyskiy regulyator hisoblanadi. Ya'ni bu yerda zo'r emas, lekin yomon ham emas, tushundingiz-a? Ya'ni o'rtacha. Va eng kuchli forex kuxnyalarda, вообще-то CFD savdolarda hozirgi paytda eng kuchli regulyator bu FK, ya'ni britanskiy regulyator turadi. Eng kuchli. Lekin bu yerda asosiy mana bu internetda ko'radigan brokerlarni ko'rmaysiz. Bir nechta sanoqli brokerlar a'zo bo'ladi. Nega? Chunki bu yerda как положено qonunni ishlash kerak va regulyator juda kuchli turadi. Oddiy qilib aytganda, ya'ni bu regulyator o'ziga просто qo'shilish uchun $500,000 to'lash kerak. Ya'ni saytida как положено hamma ma'lumot bor. Va bu yerda bu
Britanskiy regulyator $85,000 ya'ni klientlarni anaqasini beradi. Garantiyasini beradi. Ya'ni $85,000 balansingizga shot qo'ysangiz, qandaydir broker tomonidan sizga nohaqqoniy muomalada bo'lsa yoki qandaydir narsa bo'lsa, sizga $85,000 bo'lgan summani undirib berishga garantiya beradi. Albatta bu saytida bor, kirib albatta ko'rsangiz bo'ladi. Lekin muammo bor bitta. Bu yerda ham bu juda xitriy muammo. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Вообще-то ro'yxatdan o'tayotganda bu terms of condition, ya'ni соглашение. Ya'ni bu xitriy muammo nimada deysizmi? Ya'ni bu siz bilan broker orasida bo'ladigan соглашение, ya'ni terms of condition. Ya'ni bu oddiy соглашениyaga o'xshab tuyuladi, lekin juda ko'pchilikni imенно mana shu narsadan broker ham yoki imенно brokerdan jabr ko'rgan insonlar ham hisobga olishmaydi. Bu narsani qachon hisobga olishadi? Uje brokerdan pul yechmoqchi bo'lganda u qandaydir bahonalar qilish boshlaydi. Ya'ni bizni qonun qoidamizga to'g'ri kelmaydi, siz qonun qoidamizni buzgansiz yoki boshqa mana shunday muammolarni qilish boshlaydi. Ana shu paytda siz tushunib yetasiz bu narsa qanchalik muhimligini. Ya'ni siz bilan broker o'rtasida bo'lgan соглашение unga ham plyusga o'ynashi mumkin. Sizga ham plyusga o'ynashi mumkin. Va albatta undan siz mana bu o'z huquqlaringizni talab qilib olishingiz mumkin. What's this, you fucking piece of shit? What's this? Huh? What's this, motherfucker? What's this? Huh? What's this? What the fuck is this, motherfucker? Huh? What's this? Ну tipa mana shunday tarzda, ya'ni talab qilib olishingiz mumkin. Ya'ni как положено imzolaganmiz, sen bilan соглашение shunga qarab turib, oddiy qilib aytganda o'z ishingni bajar deb. Mana shunday. Keling endi keyingi narsalarni ko'rib chiqamiz. Menimcha bu narsa ancha tushunarli bo'ldi sizlarga. Bu yerda bir nechta ma'lumot tayyorlaganman. Afsuski, hozirgi paytda traderni yaxshigina natijaga erishishi uchun undagi qanaqadir strategiya yoki boshqa narsalar ham shart emas. Oddiy mana bu forex kohnelar sizni self qilishga majburlashi mumkin. Albatta juda ko'pchilik eshitmagan bu narsani bizda, lekin bu narsa oldindan ma'lum va ana shu haqida gaplashamiz. Mana amerikanskiy regulyatorlarda savdo qilgan yaxshi, eng yaxshisi, eng kuchligi mana shu hisoblanadi. Bugun juda ham ajoyib mavzuda gaplashamiz. Ya'ni imенно bundan adashmasam 5-6 yil oldin juda ajoyib bir ma'lumot internetga slif bo'ldi. Imенно forex kuxnelar haqida bo'lgan, lekin bu video ommalashmadi, hech qanday hype ham bo'lmadi, eng qizig'i. Endi albatta sabab aniq, chunki bu juda ko'pchilik o'sha qo'shtirnoq ichidagi firmalarni nomiga putur yetkazishi mumkin. Albatta men qaysi broker imенно mana shunday sxemada ishlaydi yoki mana shunday kidala qiladi o'zini klientlarini demoqchi emasman. Bu narsadan men yiroqman, lekin mana shunday narsalar bor va hozir ham bor, bunday kid ham bo'ladi, bundan oldin ham bo'lgan. Shuning uchun o'ylaymanki, meni podpischiklarim mana shu narsani bilib qo'ygani yaxshi. Nega? Chunki bu hech qachon ziyon qilmaydi. Sababi bu ma'lumot juda muhim. Albatta juda ko'pchilikki ana shunday keyin mana bu orzulari kuchligiga ishongan, imенно ana shu videoni ko'rgandan keyin, lekin ishoning, hatto 1000 ga yaqin ham prosmotr bo'lmagan bu videolar. Bu informatsiyalar sababi aytganimda bu juda imенно ana shu qo'shtirnoq ichidagi forex kohnelarning nomiga dog' keltirishi mumkin. Shuning uchun ham hech qanday ommalashmadi. Keling, mana shu narsa haqida gaplashamiz. Bu narsaning nomi ko'rishimiz mumkin. Bu yerda как положено brokerlar как положено sizni shotingiz bo'yicha hamma ma'lumotga ega, oddiy qilib aytganda. Ya'ni
Albatta kim sayt admin bo'lsa juda yaxshi biladi. Ya'ni o'zini klientlarini saytda ro'yxatdan o'tganlarni hammasini narsasini ko'rib turish mumkin. Oddiy qilib aytganda, masalan, bu yerda ham ko'rishimiz mumkin bu programmani haqiqiy kuchini. Uning ID nomeri, ya'ni nechinchi klient ko'rishimiz mumkin. Name, ya'ni ismi, kim, ya'ni qanday ism bilan ro'yxatdan o'tgan. Ko'rishimiz mumkin qaysi gruppadaligi. Juda qiziq, ya'ni gruppalarga bo'lib qo'yilgan, как положено. Country, ya'ni qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tgan. City, albatta bu qaysi shaharda. Ya'ni как положено sizni hamma ma'lumotingizni ko'rib turadi va email, ya'ni qaysi email bilan ro'yxatdan o'tgansiz. Va eng oxirgisi bu balans, ya'ni qancha balansga egasiz. Siz shotingizda balansi qancha pul bor, oddiy qilib aytganda. Va undan keyingisini ko'rishimiz mumkin, ya'ni har bitta ochgan сделкаларingiz qaysi parada сделка ochgansiz va qayerda stop hammasi ko'rinib turadi. Ya'ni stop qayerga qo'yilgan, profit qayerga qo'yilgan, qaysi narxda ochilgan, hammasi bor. Ya'ni как положено dostуp bor. Siz akkauntingizga 100%lik. Shuning uchun o'ylamaslik kerak. Ro'yxatdan o'tdim, bu juda oddiy deb. Oddiy qilib aytganda. Keyin endi imенно mana shu sizga aytib o'tgan ma'lumot haqida qilamiz. Bu yerda qanday ma'lumot berilgan? Albatta bu videoni ham YouTube kanalimga qo'yaman, imенно qandayligicha. Bunda imенно mana shu videoda ko'rsatilgan narsani men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Albatta bu unchalik qiyin ham emas. Videoni ko'rganda o'zingiz albatta как положено tushunishingiz mumkin. Demak, qani ketdik. Ya'ni mana bu pribylniy treyderlarni sliv qilishga undash ham mumkinligini imенно mana shundan keyin ko'pchilik juda yaxshi tushunib yetgan. Ya'ni siz o'ylamangki, qandaydir pul ishlasangiz unga ta'sir qilmaydi. Ya'ni brokerning ta'siri yo'q, ya'ni meni pul ishlashim yoki ishlamasligimga degan narsa kalladan chiqarib tashlash kerak. Как положено broker ta'sir qilishi mumkin sizga. Qanday ta'sir qilishi mumkin? Bir nechta etapli sizga oddiy qilib aytganda kidala qilishi mumkin. Ya'ni bir nechta etapdan iborat. Oddiysidan boshlab eng jo'stki, ya'ni stoplarni majburlab oldirishgacha bo'lishi mumkin. Imенно mana bu programma, ya'ni programmaning nomi ham, ya'ni dillerlar programmasi, ya'ni brokerlar programmasi deb nomlanadi. Albatta bu programmani siz topa olmaysiz, sababi faqat ularda bor va juda katta summaga olinadigan programma hisoblanadi. Ya'ni brokerlar tomonidan как положено mana bu treyderlarni boshqarish, akkauntini yoki unga qanday ta'sir qilish bo'yicha ishlaydigan programma hisoblanadi. Demak, qani ketdik. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda birinchi bosqichda qanday aldab ketadi. Ya'ni grafikdagi svechchalarni yoki barlarni hammasini o'zgartirish mumkin. Tushunyapsiz? Ya'ni MetaTrader, mana bu hammamiz ko'rib turgan MetaTrader platformasi va bu yerda imенно ana shu programma orqali o'zgartirish kiriziladi. Hamma narsa videoda ko'rsatilgan. Ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda nima o'zgartirish, ya'ni vaqtni belgilanadi mana bu programmada. Svechani ochilgan, yopilgan, ob'yom hamma yo'g'ini o'zgartirsa bo'ladi. Valyutani belgilaymiz, ko'rishimiz mumkin. Qaysi valyuta? Grafikni ko'rishimiz mumkin. Masalan, tanlang, grafikni ham tanlashingiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, ya'ni grafikni hamma danliklari bu yerda turibdi. Ya'ni svechani qayerda ochilgan, qayerda yopilgan, ob'yomi qanaqa, qayerda qanday ma'lumotda qaysi minutda ochilgan, hammasi bor va buni o'shni o'zgartirsa bo'ladi. Eng qizig'i, tushunyapsizmi? Mana bu programma orqali, ya'ni plugin orqali.
ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ya'ni hech qanday o'zgartirish hali kiritilmagan. Bu yerda juda yaxshi ko'rinib turibdi. Ya'ni grafikni oldingi holatda qanaqaligini, ya'ni mana bu yerga e'tibor beramiz juda ham. Ups. Ko'rdinglar, ya'ni pinbar va mana bu tomonda ham imенно mana shu pinbarga o'xshagan grafik paydo bo'lyapti. Ya'ni bu oddiy bitta funksiyalardan bittasi. Endi keyingi funksiyalarni ko'ramiz. Ya'ni orderlarni kerakli narxda vaqt ochilmasligi uchun to'siq qo'yilish. Ya'ni imенно mana shu program orqali sizga to'siq qo'yish mumkin. Qanday qilibligini albatta ko'rishingiz mumkin grafikda. Albatta juda ko'pchilik biladi qanday qilib сделка ochishi, yopishi, mana bu MetaTrader'da imенно mana shu orqali ham payqashingiz mumkin. Действительно siz akkauntingizga mana shunaqa ограничение bormi, ya'ni to'siq broker tomonidan yoki yo'qligini. Imенно mana shu narsalardan payqasangiz bo'ladi. Ko'ryapmiz, ya'ni order prosesda, ya'ni bajarilish vaqtida. Bu narsa juda ko'p payqaysizlar, ya'ni imенно yangiliklar paytida mana shunday narsa yuz beradi. Albatta bu hech qanday birja tomonidan bo'lgan ошибка yoki boshqa narsa emas. Imенно broker tomonidan qo'yiladigan ограничение hisoblanadi. Чтобы albatta ikkinchi tomon u bo'lgandan keyin, ya'ni sizni qarama-qarshi tomonda u bo'lgandan keyin mana bu traderlar birdaniga katta summa pribыл qilmasligi uchun. Tushunyapsizmi? Ya'ni birdaniga balans minus, brokerning balansi, общий balans minusga yotmasligi uchun. Ya'ni mana bu savdo qiladigan imенно yangilik paytida savdo qiladigan traderlar birdaniga katta summa ishlab brokerning hisobiga zarar yetkazmasligi uchun. Ko'rishingiz mumkin, ochilgan сделка boshqa joyda ochildi, buyruq undan oldingi boshqa joyda berilgan edi. Ну вот. Ko'rishingiz mumkin, ya'ni trader 93 0.93 da jo'natyapti. Сделка qayerda ochilyapti? Ko'rishingiz mumkin farqi. Albatta bu bitta nima desam, mashinasini bitta yo'lida endi oddiy qilib aytgan. Ya'ni bu yerda как положено, ya'ni ko'ramiz, отказni ham именно mana shu yerdan berish mumkin как положено siz akkauntingizga. Ya'ni 3-etapga уже более agressivniy etapga o'tamiz. Ya'ni nagli stop losslarni yig'ishtirish. Albatta forex kuxnyada bu narsalar mavjud, sababi kotirovkani boshqara oladi. Ya'ni kotirovkaga ta'sir qila oladi. Sababi regulyator deyarli yo'q pastda hisoblasa, imенно mana Kiprskiy yoki Seychelskiy asirlar bo'lsa va bular xohlaganini qilishi mumkin va imенно stop loss qanday qilib yig'ishtirish bo'yicha ham masalan bu programma yordam berishi mumkin, ko'rishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, уже сделка ochilyapti, stoplar qo'yilyapti. Как положено sizga real vaqtda qanday bo'lishini ko'rsatib beryapti. Ya'ni programma qanday qilib stopingizni olish mumkin. Ya'ni mana shu plagin orqali broker. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Nimani ko'ryapmiz? Ya'ni как положено сделка ochilgan, sellga stop loss ko'ryapmiz. Mana bu yerda hozirgi savdodagi narx mana bu yerda sellga ochilgan.
Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda nimani o'zgartiriladi? Bu yerda hech qanday sekret, qanaqadir qiyin narsa yo'q. Ya'ni bu programma orqali siz, ya'ni siz emas, ya'ni mana bu brokerlar narxni o'zgartirishi mumkin. Qanday qilib o'zgartiradi? Именно spread orqali o'zgartiryapti. Ya'ni bilamiz bid va ask spread, ya'ni spreadni o'zgartirish orqali fashiviy bar paydo bo'ladi va albatta sizni stoplaringizni yig'ishtiradi. Mana shunday tarzda. Bu faqatgina siz bilan bo'lishi ham mumkin. Bu полностью групповой ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsaning statistikasi brokerda bo'ladi. Ya'ni nechta akkaunt selga ochilgan, qancha ob'yom selga hozirda turibdi, qancha ob'yom bayda turibdi va bunga mana shunga qarab turib Karpal o'zini ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik biladi albatta. Ya'ni meni сделкамni olgandan keyin birja men xohlagan tomonga yurib ketdi deb. Albatta mana shu narsani ham tekshirish. Buni qanday bilishingiz mumkin? Qanday qilib mana bu narsani bilishingiz mumkin? Albatta qandaydir sizda boshqa brokerda shotingiz yoki real bozordan kotirovkani ko'rib tursangiz, ana shunda payqashingiz mumkin. Agar faqat MetaTrader o'zida savdo qilsangiz, hech qachon bu narsani payqamaysiz. Действительно stopim oldi deb aldanib yuraverasiz oddiy qilib aytganda. Ko'rishimiz mumkin. Sizga nagliyatni ko'rsatib beradi, qanday qilib stop olmish. Narxni o'zgartiryapti, ya'ni spreadni. Ups. Ko'rdinglar? Stop qanday olinganini. Albatta kimdir aytishi mumkin bu yerda, bilaman, kommentariyada shunaqa ham chiqadi. Ya'ni bu narx yaqinida qandaydir spread bo'ldi, yangilik payti bo'lishi mumkin, shunaqa deyish mumkin. Keling davomini ko'ramiz. Narxni ko'rsatyapti. Ya'ni qaysi narxgacha olib borishini, barni. Fashiviy bar oldi. Ups, ko'rishingiz mumkin. O'sha bu yerda qanaqadir sizda menimcha savol paydo qolmadi shekilli. Grafikda qanday bo'ladi? Albatta pin bar. Keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni narxni majburan boshqa tomonga, boshqa narxga o'zgartirish. Ya'ni sizni bu yerda narxni ham o'zgartirish mumkin, сделкangizni ochilgan joylarni ham, stoplaringizni ham o'zgartirish. Nega? Chunki do'sti bor, tushunyapsizmi? Siz akkauntingizga 100% do'sti bor, bunda xohlaganini qilish mumkin. Ya'ni mana bu programma unga hamma imkoniyatni beradi. Brokerga oldi qiladi. Forex kuxniyalarga deganimizda to'g'ri bo'ladi. Сделка ochilyapti, ko'ramiz. Qaysi narxda ochilgan, qayerda ochilgan. Albatta forex traderlar buni yaxshi tushunadi. Stop loss ham qo'yildi. Ko'rishimiz mumkin, stop loss qayerga qo'yildi, сделка qayerda ochildi, hammasini ko'rishimiz mumkin. Va ko'ramizki, programma orqali hammasini ko'rib turib, ochilgan joy, qo'yilgan stop, take profit qo'yilmadi, ko'rishimiz mumkin bundan oldin. Stop va qanday bu yerga o'zgartiradi. Ya'ni как положено sizni akkauntingizni сделкani ham o'zgartirishi mumkin. Mana bu dilerlar programmasi orqali. Plugin orqali desak ham bo'ladi. Stop lossni ham o'zgartiryapti, ko'rishimiz mumkin. Уже stop oldi. Sababi hozirgi savdo paytiga qo'yildi. Albatta buni o'zingiz ko'rib turibsiz. Endi keyingi etap bu, ya'ni skalperlar uchun tuzoq. Bilamiz, skalperlar juda tez ochish va yopish bilan shug'ullanadi. Сделкani именно mana shularni skalper deyiladi. Ko'rishimiz mumkin, ya'ni сделкani ochish vaqtini sekinlashtirish orqali bu narsaga ta'sir qilish mumkin. Ya'ni sizni akkauntingizga действительно ограничение qo'yib qo'yishi mumkin. Broker, ya'ni сделка ochishingiz uchun. Agar scalping bilan shug'ullanayotganingizni payqasa, mana shu orqasidan pul ishlayotganingizni payqaydigan bo'lsa, imенно mana shu orqasidan sizdan ado qilishi mumkin.
ko'rishimiz mumkin. Ограничение qo'yapti. 5 sekund qolib bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Ну, ko'ryapsiz. Bittada ochilayotgan сделка уже 5 sekundgacha сделка ochilmaydi. Bu nimaga ish beradi? Ya'ni sizni xohlagan paytingizdagi narxda ochmaslikni garantiya beradi-da, oddiy qilib aytganda. Ya'ni siz mana shu narxdan mana shu narxgacha skalp olmoqchiman deysiz. Po faktu siz сделка ochganingizda mana bunday protsessi bo'lib turadi va sizga qulay bo'lmagan narxda сделкani ochishi bo'ladi. Buni ko'rishimiz mumkin. O'tani muzlayapti oddiy qilib aytganda сделка. 3 sekund qo'yilyapti, endi ko'ramiz. Mana shunday. O'ylaymanki, video sizga yoqdi deb o'ylayman. Mana bu plagin haqida, programma haqida internetda juda ko'p ma'lumot bor. Endi juda ko'p emas, endi bir nechta ma'lumotlar bor. Как положено izlanib ko'rsangiz bo'ladi. Forex kuxnyalar bundan shug'ullanadi, shuning uchun shu narsani doim bilgan yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni bu narsalar oldindan bor, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu narsalarni bilib, shu narsalarni tekshirib, savdoyingiz bormi, yo'qmi, albatta bu narsalarni tekshirish kerak, sababi bu narsalar sizga kerak bo'lishi mumkin. Sababi imенно mana bu sizni slivlaringiz действительно sizni aybingiz bilan bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shunday aytasiz. Albatta keyingi videoda bundan da qiziq videolar bo'ladi albatta. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.